Assalomu alaykum. Efirda viloyatimiz hayotiga doir tezkor va so'nggi xabarlar taqdimoti bilan Surxondaryo telekanalining vaqt informatsion dasturi. Surxondaryo viloyatida ham sportchilarning musobaqalarda munosib ishtirok etishlari uchun sport bazalarini mustahkamlash ishlariga alohida e'tibor qaratilyapti. Ularga zarur sport inventarlari berilib, moddiy jihatdan rag'batlantirilmoqda. Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida o'tkazilgan tadbir ham ayni shu maqsadlarga qaratildi. So'nggi yillarda surxondaryolik sportchilar ham xalqaro musobaqalarda yaxshi natijalarni qo'lga kiritishyapti. Albatta bu yutuqlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Bu jarayonda ustoz va shogirdlarning mashg'ulotlarda tinimsiz mehnatlari, moddiy va texnik jihatdan qo'llab-quvvatlanishi kabi jihatlar muhim o'rin tutmoqda. Bu haqda velosport yo'nalishida ham muhim qadamlar tashlanyapti. Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida tashkil etilgan tadbirda mazkur jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etgan tadbirda viloyatning velosportchilariga 10 dona professional velosipedlar taqdim etildi. Tadbirda bugungi kunda sport yo'nalishida yaratilayotgan sharoitlar xususida to'xtalinib, bunday imkoniyatlardan oqilona foydalangan yoshlarning natijalari aytib o'tildi va ularning galdagi bellashuvlariga omad tilandi. Bugungi kunda viloyat hokimimiz tomonidan 10 dona sport velosipedi shu sportchilar uchun taqdim etildi. Kelajakdagi musobaqalarda yaxshi natijalarni olib, bundan ham yaxshi natijalarga erishishimizga yanada bir turtki bo'ldi. Bu uchun prezidentimizga katta rahmat aytib qolamiz. Nasib bo'lsa ishonchlarini oqlaymiz. Aytish kerakki, qayerda davlat miqyosida e'tibor va sharoit bo'lsa, o'sha yerda ko'ngildagi ezgu niyatlar kurtak yozishi mumkinligi hayotiy isbotini topdi. Sport musobaqalarida erishilayotgan natijalar viloyatda sportni rivojlantirish yo'lida qilinayotgan sa'y harakatlar mevasidir. Albatta, mazkur natijalar zamirida ulkan mehnat va yuksak e'tibor, sohani rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuv yotganini e'tirof etish joiz. So'nggi yillarda sport inshootlarida yaratilgan imkoniyatlardan keng va samarali foydalanish, yoshlarni sportga jalb qilish ustida tinmay izlanishlar olib borilmoqda. Bu esa kelajakda ham vohid sportchilarning muvaffaqiyatli odimlariga zamin bo'lib xizmat qiladi. Bu borada eng zamonaviy va ilg'or tajribalarni o'rganish bilan bir qatorda sport yo'nalishida joriy etilayotgan chora-tadbirlarni yanada izchillik bilan sohaga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.